Bizga sotuv muhim emas. Bizning asosiy maqsadimiz bu sifat. Insonlarning ishonchi, Darmen. salomatligi biz uchun birinchi o'rinda. Xo'p, ana Ko'tarmaydi men. Bo'ldi. Sen qilgan payting men bittada ko'taraman. albatta qo'shilish kerak. Chunki hozir bir daqiqa. Alo. O'rtoq yaxshimisan? Qayta telefon qilyapsan. Majlisdaman. Bitta iltimosim bor, telefon ko'tarmaysan. Xo'p, gapir. O'zingga shift yasab olmagan iltimos. Men qarab, lakat tashiyman. Bor menga telefon qil iltimos. Lakatsi? Bobur, O'rtoq bordingmi? ha, lakatsi bo'yicha keldim. O'sha yerda tosh bor. Tosh tagiga qaragin. Tosh? Hozir. Tosh. Pulmi Bobur? O'sha pulni o'rtoq yana bitta lokatsiya tashlagan. O'sha yerga yetib ber iltimos sani. Bobur, hozir tashlagan lakatsang 15 kilometrga. Keyingi tashlagan lakatsang 35 kilometr Bobur. O'rtoq, to'g'risini aytsam, ishdan keyin yarim kechasi o'sha yerdan o'tayotgandim. Qanaqadir ehson qilishni Alloh ko'nglimga soldi. O'sha zahotiyoq shu pulni tosh tagiga qo'ydim va ketdim. Ehson? Ehson qilmoqchi bo'lsang, o'zing yetib bersang bo'lmaydimi? O'rtoq, to'g'ri tushun. Agar uygacha borganimda har xil yetishmovchiliklar, muammolar, qarzlar shayton yo'lda urib qo'yardi o'rtoq. Fikrim o'zgarib qolishidan qo'rqdim. Ehson qilishni ko'nglimga solgan zahot o'sha toshni tagiga qo'ydim va ketdim. O'rtoq, savobini senga ilindim. Aytib bera qo'y iltimos. Xo'p. Rahmat. Alo Akmal, ishdamisan? Olsang bitta lokatsiya tashiyman. Borib telefon qiling.